Hoziroq tayyorlab ko'rishingiz uchun olma va tvorogdan juda ham yumshoq, mazali, bolajonlar uchun foydali bo'lgan pechenye retsepti bilan keldim. Tvorogga tuxum, shakar, sariyog' solib aralashtirib olamiz. Mayda qilib to'g'rab olgan olmalarimizdan ham qo'shib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Keragicha un va razrihli solib, qo'limizda yumshoq xamir holiga keltirib, sharikchalar yasab olamiz va listga joylab chiqamiz. Hammasini listga joylab bo'lgandan so'ng qo'limiz bilan bosib, sekin-astalik bilan yoyib chiqamiz va ustiga tuxum sarig'ini surib, qizib turgan duxovkaga yuboramiz. Pechenyalarim pishguncha sizlar uchun so'rab olgan skitkam haqida aytib ketaman. Safira mahsulotlarini mani nomimdan zakaz qilsanglar, sizlarga 10% chegirma qilib berishar ekan. Safira gel yuvadigan kiri 3 tasi birda hisoblanadi. Ya'ni yumshatuvchi, oqartiruvchi va nafis ifor qoldiruvchi xususiyatga ega. Ortiqcha pul sarflab, konditsioner yoki yana nimadirlar solish shart emas. Skitkadan unumli foydalanib olinglar. Mana olmali pechenkalarimiz ham tayyor. Issiqligida ustiga saxarli pudralardan sepib, issiqqina limon choylar bilan maza qilib yevasak bo'ladi. Tayyorlanishi ham juda ham oson. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Resept yoqqan bo'lsa, yurakchani qizartirib, menga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin.